Assalomu alaykum. Bizni yozning eng so'nggi oyi qarshilamoqda. 1-avgustdan boshlab mamlakatimiz hayotida qanday muhim o'zgarishlar sodir bo'ladi? Nimalar o'zgaradi? Videoda shu haqida so'z boradi. Yodingizda bo'lsa, eski avtomobilini o'z ixtiyori bilan topshirganlarga qator imkoniyatlar yaratib berilishi ko'zda tutilgan edi. Aynan 1-avgustdan boshlab Trade-in dasturi doirasida eski avtotransport vositasini topshirgan jismoniy va yuridik shaxslarga yangi avtomobil xarid qilish uchun olingan avtokredit foizining bir qismi davlat tomonidan qoplab berish amaliyoti boshlanadi. To'g'rirog'i boshlanishi kerak. Chunki hukumat hali tizimning ish boshlashi qanday ishlashi haqida rasman xabar berayotgani yo'q. 1-avgustdan boshlab xavfsizlik qoidabuzarliklari haqida xabar berganlar rag'batlantiriladi. Ya'ni xavfli ishlab chiqarish obyektlaridagi qoidabuzarliklar haqida Sanoat, Radiatsiya va Yadro xavfsizligi qo'mitasiga foto va video materiallar orqali xabar bergan fuqarolarni rag'batlantirish tizimi joriy etiladi. Bu orqali aynan shu yo'nalish bo'yicha jamoatchilik nazorati kuchaytirilmoqchi. Albatta, bunda xabar beruvchi bitta faxriy yorliq bilan qolib ketmaydi. Unga huquqbuzardan undirilgan jarimaning 20% miqdorda pul mukofoti to'lanadi. Nizomga muvofiq taqdim etilayotgan materiallarda, ya'ni foto hamda videolarda huquqbuzarlikning mohiyati, manzil, sana, vaqt aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Bu talablar kelib tushgan ma'lumotni tezkor va aniq ko'rib chiqish imkonini beradi, deyiladi xabarda. 1-avgustdan boshlab Toshkent shahri va uning atrofidagi issiqxonalarga gaz yetkazib berish to'xtatiladi. Bu atmosfera havosi sifatini yaxshilash uchun ekanligi aytilmoqda. Yuqorida aytganimdek, Toshkent shahri va Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq, Qibray, Yangiyo'l, Zangiota va Toshkent tumanlarida joylashgan issiqxonalar faoliyatiga jiddiy cheklovlar kiritiladi. Ushbu hududlardagi issiqxonalarga tabiiy gaz yetkazib berish to'liq to'xtatiladi va avval tuzilgan shartnomalar bekor qilinadi. 1-avgustdan boshlab mehnat nizolarini aynan shu yo'nalishga ixtisoslashgan sudyalar ko'rib chiqadi. Yangi tartibga ko'ra Oliy sudning fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atida mehnat nizolari bo'yicha 4 nafar sudya faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlarining fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atlarida 3 nafardan ixtisoslashgan sudya ishlaydi. Tumanlararo va shahar sudlarida ham mehnat nizolarini ko'rish uchun alohida sudyalar ajratiladi. 1-avgustdan boshlab transport vositalarini jarima maydonchalaridan chiqarib yuborish bo'yicha ham o'zgarish bo'ladi. Jarima maydonchalaridan transport vositasini chiqarib yuborish bo'yicha ruxsatnoma berishning qog'oz shakli bekor qilinadi, tizim elektronlashtiriladi. Endilikda bu ruxsatnoma faqat ma'muriy ishni ko'rib chiquvchi organ va ijro organi tomonidan jarima maydonchasi axborot tizimida QR kod tizimi bilan tasdiqlash orqali elektron tarzda beriladi hamda yuboriladi. 2026-yilning 1-avgustidan 2028-yilning 1-yanvariga qadar O'zbekistonda kamyob va yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan yovvoyi hayvonlarni ov qilish taqiqlanadi. Ro'yxatga 66 turdagi hayvon kiritilgan, jumladan qoplon, sirtlon, qor qoploni, Turkiston silovsini, Buxoro bug'usi, bo'rsiq, jayra bu ro'yxatga kiritilgan. Ovchilar uchun esa muqobil mashg'ulot sifatida o'q otish sportiga ixtisoslashtirilgan mashq poligonlarida tasdiqlangan reja jadval asosida mas'ul shaxslar hamda instruktorlar ishtirokida mashg'ulotlar o'tkazish ta'minlanadi. Mashg'ulotlarda belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan ov quroli yoki mashq poligonlari tomonidan ijara asosida taqdim etilgan sport qurollaridan foydalanishga ruxsat beriladi. O'ylaymanki, video siz uchun foydali bo'ldi. Fikrlaringizni esa doimgidek izohlarda yozib qoldiring. Salomat bo'ling.